Coral Style Perfecta professional mahsulotlar, innovatsion texnologiyalar, yuqori sifatli mahsulotlar barcha soch turiga ideal to'g'ri keladi. O'zidan ortiqcha qoldiqlar qoldirmaydi va siz kutgan, siz xohlagan natija beradi. Style Perfecta bu soch uchun staylinglar hisoblanadi. Demak, bizda 12 xil staylinglar mavjud. Ularda fiksatsiyasi bor hamda fiksatsiyasi yo'q staylinglar bor. Demak, hozir biz sizlar bilan birinchi bo'lib fiksatsiyasi bor staylinglar bilan tanishamiz. Demak, birinchi mahsulotimiz primer. Sochni og'irlashtirmasdan boshqarib turuvchi baza hisoblanadi. Sochlarni elastikini va yumshoqligini ta'minlaydi. Har xil atrof muhit omillaridan himoya qiladi va sochni yorqinligini oshiradi. Tarkibida silikon, paraben va mineral yog'lar mavjud emas. Demak, ishlatish jarayoni sochni ukladka yoki turmaklashdan oldin qo'limizga ko'p bo'lmagan hajmda olamiz va nam sochga surtamiz va siz xohlagan ukladka yoki turmakni boshlashingiz mumkin bo'ladi. Mana shu vaqtda sochlar sizga bo'ysunadi. Va yana bitta katta fishkasi bor buni, demak primer bundan keyingi suriladigan staylinglarni 2 barobar kuchini ko'paytirib o'zida saqlab. Hajmi 200 ml, buni fiksatsiyasi 1. Tekstura spreyi sochga shakl beradi va siz yaratgan shakl uzoq muddatga chidamli bo'ladi. Nam havolardan sochni himoya qiladi, sochga yumshoqlik va yorqinlik bag'ishlaydi. Hajmi 250 ml va fiksatsiyasi esa 1. Demak, tekstura spreyini biz staylinglardan keyin, ya'ni dazmolda yoki fenda yoki ploykada jingalakdan so'ng biz uni quruq holatida sepamiz va sochga o'zingiz xohlagan shaklni berasiz. Sochga maksimal darajada hajm beruvchi Hyper spreyi. Hyper spreyi hajmsiz, juda ham yuqa yoki hajmi, ya'ni ob'yomi uzoq muddatga turmaydigan sochlar uchun maxsus mo'ljallangan. Spreyimizni ukladkadan oldin uzoqroq masofadan turib har bitta farqni ochib sepib, undan keyin esa bemalol brashda ukladkamizni davom ettirishimiz mumkin. Spreydan keyin sochni ob'yomi, ya'ni hajmi uzoq muddatga chidamli bo'ladi. Sochlarimizning yog'lanishi kamayadi va kun mobaynida siz sochlaringizni har xil tomonga o'zgartirib yursangiz ham spreyimiz hech qanday xalaqit qilmaydi va buning fiksatsiyasi 2 hamda hajmi 250 ml. Fixer o'rta fiksatsiyaga ega bo'lgan lak, tarkibida vitaminlar hamda pantenol mavjud. Sochlarni namlikdan va atrof muhit ta'siridan himoya qiladi. Siz yaratgan turmak yoki ukladkalar uzoq muddatga chidamli bo'ladi. Fixer lakimizning hajmi 400 ml va 3 fiksatsiyaga ega va yana bitta juda ham qulaylik barchamiz uchun, fixer lakimizning kichik formati ham bor, 75 ml. Push up sochga maksimal darajada hajm beruvchi pudra hisoblanadi. Push up sochni yog'lanishini oldini oladi. Siz yaratgan turmak yoki ukladkalar uzoq muddatga chidamli bo'ladi va siz yaratgan ob'yom soch yuvguncha saqlanib turadi. Push updan qanday foydalanamiz? Demak, biz ukladkani tugatib oldik va biz farqlarini ochamiz hamda push upni ildiziga sepib qo'yamiz. Shunda sochga ozgina fiksatsiya beradi. Ya'ni push upni fiksatsiyasi 3 va 7 gram hajm. Kuchli fiksatsiyaga ega bo'lgan sculpting laki sochni himoya qiladi va sochni har xil namliklardan, noqulayliklardan saqlaydi. Turmaklovchi stilistlarimiz uchun eng kerakli va samarali lak. O'zidan oq dog'lar qoldirmaydi va sochni yorqinligini oshirib beradi. Uning hajmi 500 ml, fiksatsiyasi esa 4. Mint gel soch turmaklash uchun maxsus gel. Sochlarga shakl beradi va siz yaratgan turmak yoki ukladkalar uzoq muddatga chidamli bo'ladi. Tarkibida E vitamini va pantenol sochlarni quritmaydi, ularni atrof muhitdan himoya qiladi. Gelimizni, demak, juda ham yuqa, ukladkaga chidamsiz yoki siz yaratgan lokonlar tez tushib ketayotgan bo'lsa, demak, biz sizga mint gelni tavsiya qilamiz. Kalta sochlarga ham juda ham mos keladi. Demak, mint gelimizning hajmi 300 ml, uning fiksatsiyasi esa 3.
Beach Hair dengiz tuzlari bilan boyitilgan sprey sochga shakl beradi va ko'p qizlarimiz xohlagan plyajniy lokon effektini beradi. Demak, spreyimizni sochni nam holatida yoki qurigan holatida foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Qo'lingiz bilan esa shakl berasiz. Beach Hair hajmi 200 ml, fiksatsiyasi esa 1. Express quruq shampuni sochingizni yuvmasdan tezda toza holatga keltiradi. Tarkibidagi guruch kraxmali sochingizni hajmli, toza va xushbo'y holatga keltiradi. Judayam express himoya hisoblanadi. Demak, sochimizni yuvilmagan holatda ham ishlatamiz yoki endigina ukladka qilingan holatida sochimizni barcha ildizlariga sepamiz va mana shu yaratgan ukladkamiz uzoq muddatga yetarli hamda объемный bo'ladi, soch yog'lanishi kamayadi. Diamond Mousse nomi bilan sochlar olmosdek tovlanadi. Sochdagi antifriz effektini yo'qotadi, tekislaydi va namlikka chidamli qiladi. Sog'lom, yaltiroq sochlar effektini beradi. Diamond Mousseni ukladkadan oldin va ukladkadan keyin foydalansak bo'ladi. Ukladkadan keyin sochlarga sepamiz va judayam kuchli yaltirash hosil bo'ladi. Traction sivritkasi barchaga kerakli va zarur bo'lgan mahsulot, ya'ni termoinstrumentlardan sochimizni himoya qiladi. Hamda tez sochi gullab ketadigan mijozlarimiz uchun juda ham zarur. Demak, Traction bizda ukladkadan oldin sochimizni uzunligiga suramiz, ayniqsa uchlariga ko'proq va termoinstrumentdan foydalanamiz. Sochimizni kuyishi, rangi xira tortib ketishi yoki qurib ketishini oldini oladi va siz avvallari yaratgan rangingizni ham himoya qiladi. Atrof muhitdan, quyosh nuridan ham himoya qiladi. Demak, bu sivritkamizni ukladkadan keyin ham sochi tez gullaydigan mijozlarimizga tavsiya qilamiz. Uchlariga surtib qo'yishadi, sochimizga yumshoqlik beradi, yorqinlik beradi hamda antifriz effektini yo'qotadi. Demak, Traction mahsulotimizning hajmi 100 ml, hech qanday fiksatsiyasi yo'q.